Assalomu alaykum hammaga qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Avondan kelgan zakazlarni ko'rib chiqamiz, raspakovka qilamiz. Qizlar, korobkani ochib olaman. Ancha bo'ldi, YouTube'ga video qo'ymay qo'ydim. Nimaga? Chunki orada ikkita zakazimni to'g'risini aytsam videoga olishga ulgurmadim, chunki srochno bo'ladi-ku, haligi O'zbekistonga ketadigan odamlar bo'lib qoldi. Zakazni shundaki oldim. Srazi korobkasini ochmasdan egalariga olib borib berdim. Ba'zida shunaqa zakazlar bo'lib qoladi-da, 2 kunda keladimi, 3 kunda keladimi deb. Shuning uchun shunaqa Fiberlikdan ham zakazlarim bo'ldi, ularni ham ko'rsata olmadim sizlarga. Hozir endi amallab korobkani ochib olamiz. 2 martalab skotchlab tashlashibdi. Voy, nima desam bo'ladi, qanchalar sog'indim YouTube'ga video olishni ham. O'rganib qolganman. Xo'p, qandaydir videoni olaman, qizlar like bosishadi, komment yozishadi yoki deb ham telefonimga, ya'ni Telegramimga yozishadi, zakaz berishadi. Xullas kalom shunaqa. Bu men uchun juda ham qiziq qizlar. Qizlar, bu zakazim mart oyiniki. Mart oyini katalogi mana novinka bizda mana bu atir chiqargan. Katalogda lekin obzor qilib bera olmayman, chunki bu qiz o'ziga zakaz qilgan qizga olib borib berishim kerak, chunki ko'rib yana nimadir zakaz qilishi mumkin. Shu u meni ham unaqa bo'ladi, ya'ni zakaz bo'ladi, xudo xolisa uni ham ko'rsataman agar ulgusam. Qaranglar qizlar. Mana bu atirdan zakaz qilgan. To есть men o'zim tavsiya qildim bu qizga. O'zingizga yaxshi yoqqan va skidkadagi atirni zakaz qilib bering deganda. Shuning uchun mana shu atirni tavsiya qildim. Kecha Telegram gruppamizda ham qizlarga aytganman. Aynan mana shu atirni obzor qilib berganman. Afsuski buni ocha olmayman, chunki ko'ryapsizlar, selofanda. Egasi o'zi ochsin. So'rasam ham bo'lardi, lekin to'g'risini aytsam so'ramabman, уже pozdno, shuning uchun ochib ko'rsata olmayman. Xullas, live atirimizni mana bunaqa yozuvligisi, ya'ni klassическийsi emas, ikkinchi chiqqani. Ingliz tilida o'qishni bilmayman uncha. Вот, mana shu zakaz. Ikkinchisi Kare, ya'ni мягкий уход krem для тела, лица и тела. 24 soat увлажнять qilib turadi. Mana shu kremdan zakaz qilgan bu qiz. Hozir ochib ko'rsataman. Ochaymi, ochmaymi? Oy, chuta boshqacha kelibdimi? Falgasi bormi? Chuta ochilishi boshqacha bo'lyapti. Tak. Открывается или нет? Так. Qizlar qaranglar. Da, oldin bilarmidinglar? Eski videolarimni ko'ringlar-da. Bunaqa защитный plyonкасы, ya'ni falga bilan kelmas edi. Lekin boplabdi. Вот. Bilasizlarmi, bu kremni zakaz qilganda srazu men bu qizga даже yozganman ham, bunaqa защитный plyonкасы keladi kompaniyani o'zidan, shuni e'tiborga olib qo'ying degandim, chunki bu yangi kliyentda. Qizlar молодец, lekin Avonga qaranglar, mana bunaqa holatda kelayotgan. Men uchun bu juda yangilik, to'g'risini aytsam. Qo'limga birinchi marta olishim. Qizlar zakaz qilishadi, lekin boshqa shahardagi qizlarimda просто tak shunday banchkasi bilan zakazlarim keldi deb gruppaga tashlashadi. Tak nima deydi? Молодец, lekin kompaniyaga rahmat bu uchun, chunki juda ko'pchilik nimaga bunaqa deb жалоба qilishardi. То есть kompaniya уже защитный plyonкасы bilan chiqarishni boshlabdi. Mana для сухой и очень сухой кожи deb yozilgan mana. Juda ham quruq teri uchun. Mana krem для лица и рук и тела. Multibiotikами, ekstratım vanil, vitamin E bor ekan mana tarkibida qizlar. Мягкий уход. Qanaqangi chiroyli. Barakalik anchaga yetadi. 1 yil bemalol, agar kunda ishlatsanglar, menimcha bemalol yetsa kerak. Ko'pchilik buni dushdan keyin, ya'ni dushga qabul qilgandan keyin badaniga surkashadi. Xullas shu. Keyingisi sovun zakaz qilgan, ishlatib ko'ray. Hech ham Avon sovunlarini ishlatmaganman deganda tavsiya qildim. Mana shunisini tanladi o'zi. 3 xili bor, o'zi bilasizlar bu sovunni. Krem va нежность deganni bu qiz tanladi. Qani ko'ramizda ishlatadi, yoqsa yana zakaz qiladi qizlar. Xullas kalom qizlar, zakazlarim unaqa ko'p emas. Yangi klient bo'lgani uchun, proba uchun zakaz qildi bu qizimiz. Xudo xolisa har doim birgalikda zakazlarini olib, nima deydi? Zakazlarini qabul qilib yuraman deb umid qilaman. Katalogimiz
Hozircha mana qizlar zakazlarim mana shu. Keyingi zakazlarda ko'rishguncha hammaga xayr. Videomda bironta kamchilik bo'lsa, agar uzr so'rayman. Ozgina tanaffus bo'lib qoldi. Keyingi zakazlarimni ham videoga olishga harakat qilaman. Hozirda menda febrlik zakazim bor kelyapti. Yana bir qizimiz zakaz qilgan. Polni o'ziga yuz uchun uxotlarni mendan so'raganda tavsiya qildim. Bugun erta tanlab turib, katalogdan ko'rib va zakazlarni yuboradi. Uni ham oformit qilamizda. Uzog'i 3-4 kunda yana obzorlar chiqadi. Videoga albatta like bosishni unutmanglar qizlar va mana shu narsalardan birontasini siz ishlatib ko'rganmisiz? Fikringizni обязательно kommentariyaga yozib qoldiring. Xayr hammaga.